Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Paxtaobod chuvarmasiga ish jarayoniga yetib kelganmiz. Ishlar bo'lyapti. Ko'cha tomonlarida ozgina ishimiz qolgan. Ichkari tomonda xudo xolasa pashti bitib qolgan. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Tunikafonni kvadratini 130 ming so'mdan qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab, butun O'zbekiston bo'ylab ishlaymiz. Xudo xolasa tunikafon xizmatlari bo'lsa aloqaga chiqsanglar, sizlarni ham xonadoninglar shunaqangi chiroyli holatda tunikafon ishlarini qilib beramiz. 130 ming so'mdan kvadrat. Joyli kvadratiga emas, list rasxotiga hisoblanadi. Ko'ryapsizlar, shapkalar ham, tarnolar ham qo'yilgan. Nejavekada bo'lyapti. Rangi o'zgarmaydi. Rangiga bu rangi o'zgarib o'zgarmasligiga 15 yillik garantiya beramiz. Kimga shunaqangi tunikafon xizmatlari kerak aloqaga chiqaverasizlar. Har xil fasonlarda tunikafon ishlarini qilib beramiz. Alkafon fason, MDF, kosmos kerak. Kosmos kimga kerak bo'lsa, kosmosga ham aloqaga chiqsanglar, kosmoslarimiz ham bor. Yetkazib berish xizmatlari ham bor. Xudo xolasa tunikafon ishlarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Dorazaxonamiz Nejavekada bo'lyapti. Mana bu kazirosi oz qoldi, mana shu kazirosi qoldi. Xudo xolasa buni ham yakuniga yetkazib olsak, egalariga topshiramiz. Bu yer ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.